narxi 26 million so'm bo'lgan 5 kilovatli quyosh panellari tizimini 18 million 500 ming so'mga o'rnatishingiz mumkin. Samarqand viloyatida birinchilardan bo'lib, Samarqand tumanida Samsolar Energy kompaniyasi Energy Market ish boshladi. Endi siz shu paytgacha narxi 26 million so'm bo'lgan 5 kilovatli quyosh panellari tizimini Energy Market ilovasi orqali 18 million 500 ming so'mga o'rnatishingiz mumkin. 7 million 500 ming so'm esa davlat tomonidan subsidiya asosida qoplab beriladi. Xuddi shunday 10 kilovatli quyosh panellarining asl narxi 52 million so'm, Energy Market ilovasi orqali esa 44 million 500 ming so'mga o'rnatishingiz mumkin. Bunda ham qolgan 7,5 million so'mi davlat tomonidan subsidiya asosida qoplab beriladi. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa telefoningiz orqali Energy Market ilovasini yuklab olasiz va bizga ariza yuborasiz. Qolgan barcha ishlarni bizning mutaxassislar bajaradi. Batafsil ma'lumot olish uchun esa bizning kol markazimizga, ya'ni 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlar orqali bilib olsangiz bo'ladi.